Bugun kechgacha men shu odamga telefon qilib, yurakdan kechirim so'rab, yaxshi ko'rishingizni aytib gaplashasiz. Boshqa bittasi chiqadi, aniq bilaman. Oz telefon keldi sizga. Falonchi o'lib qolibdi dedi. Men kasbimdan kelib chiqib, bundan buyon nima qilmoqchiman umrim oxirigacha? Men O'zbekiston uchun nima qilmoqchiman umrim oxirigacha? Mendan falon narsa qoladi. Men insoniyat uchun nima qilmoqchiman umrim oxirigacha? Mana shu savollarga javob yozasiz. 5 ta o'tmishdan qilib bo'lgan ishingizni yozasiz. 5 ta kelajakdan qilmoqchi bo'lgan maqsadingizni yozasiz. Maqsad yozilgach, albatta unga deadline qo'yilishi kerak. Ya'ni muddat qo'yilishi kerak. Yozing. Ya'ni men bu maqsadimga qachon erishaman? Kim umrining oxirigacha bir butun ummat yoki butun insoniyat bir o'qib manfaat olishi mumkin bo'lgan bir kitob yozmoqchi, qo'l ko'tarsin, yozmoqchi bo'lganlar. Sizdan bir kitob qoladimi? Mana shuncha odam kitob yozmoqchi. Savol nechinchi yil yozmoqchisiz? Qachon tugaydi bu kitob? Mana futbolga men qiziqavermayman, lekin tushunganim o'yin oxirgi daqiqalarda rosa qiziydi. 87-minutdan keyin 92-93 gacha rosa yugurmagan oyoqlar yugurib ketadi. Trenerda ishlamagan kallasi ishlab ketadi. Nimaga shu 1,5 soatdan beri ishlatmading shu kallangni? Nimaga shu yugurmading 1,5 soat? Nimaga gol urmading shuncha payt? Nimaga? Chunki oxir yaqin, hisob yaqin. O'shaning uchun bor kuchini ishga soladi, agressiv o'ynaydi. Agar u futbolga cheksizlik bo'ladigan bo'lsa, parvoyiga ham kelmaydi. Misol uchun cheksiz o'yinlar, o'zi 90 daqiqa cheksiz o'yinlar deyildi. Hisob 10-0, nari tomon yutyapti. Bular qana o'ynaydi deysiz? 10-0. Tepa, uramizda deydi, hali vaqt bor edi. 20-0 uramizda deydi. Lekin birdaniga to'xtatib, bo'ldi 10 daqiqadan keyin tugatarkanmiz, tepadan bu yo'q keldi, 10 minut qoldi desa, 10 minut desa 21 ta gol urishga harakat qiladi. O'sha deadline'ni kim ertaroq qo'ysa, kim ertaroq ko'zini ochsa, shuncha yutar ekan deydi. Bo'lmasa bu hayot hali vaqt borku deb turib, bizni aldar ekan, biz ketaverar ekanmiz. Nimanidir kutamiz. Odam nimani kutadi? Oxirini kutadi. Nimani kutadi? O'limini kutadi. Hozir sizni hayotda eng qattiq xafa qilgan odamning ismini yozasiz. Yozing, bittasini yozasiz. Eng qattiq xafa qilgan, kechira olmay turgan holatingizni ham esingizda yozasiz. Tez bo'ling. Kechirib olganmisiz? Ha? Kechirib olganmisiz? Boshqa bittasi chiqadi, aniq bilaman. Bu hozir ham yaxshi gapirib bir narsa qilib turgan bo'lsin, lekin qachondir bitta ketib qolgan bo'ladi, kechira olmay yurasiz. Yozing. Hamma yozib bo'ldi, yozganlar qo'l ko'taramiz. Yaxshi. Yozib bo'ldingizmi siz? Topolmadingiz. Kimlardir uzoq vaqt topolmaydiganlar qaysidir bir yaqin insonni yozsin, uzoq vaqtdan beri gaplashmay turgan, bordi keldi qilmay turgan. Men endi simulyatsiyon bir holat aytaman men sizga. Oz telefon keldi sizga. Falonchi o'lib qolibdi dedi. Siz uzr deb chiqib ketasiz masjiddan. Bugun kechga, ertaga soat 10 larga janozasi bo'ladi. Janozada qatnashasiz. Nimani his qilasiz? Bo'lib bo'ldi. Shuncha gaplashmay yurgandim, o'sha afsuslansak keldi. Xo'p. Demak, kechirishingiz uchun sizga nima kerak desa, u odam bo'lish kerak ekan. Shuni o'rnida men bo'lib qolishim mumkin edi. Yo, hozir kelasiz unga, o'rniga aylanasiz, almashamiz. Qarangda. Siz nimani kutyapsiz? Vaholanki uni o'limini kutayotgan bo'lasiz. İçinizdagi ego, xudbinlik o'zi kelib kechirim so'rasin, hokazo. Tushunasizmi? Deraza, mana shu derazani agar ochadigan bo'lsak, narigi tomon ko'rinadi. Chiroyli ko'rinadi. Deraza agar qanchalik toza bo'lsa, shunday chiroyli ko'rinadi. Lekin derazaning orqasiga ozgina kumush tundoq
suradigan bo'lsak, u oynaga aylanadi. Faqat o'zingiz ko'rasiz. Odamni ham ichiga mol dunyo kiradigan bo'lsa, qalbi toza bo'lmaydigan bo'lsa, o'zini ko'rib boshlaydi, boshqani ko'rmaydi. Sizga endi vazifa bugun kechgacha mana shu odamni telefon qilib, yurakdan kechirim so'rab, yaxshi ko'rishingizni aytib gaplashasiz.